Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ummat uchun qilayotgan xizmatlari, vaqtlari nihoyatda oz bo'lishiga qaramasdan, boshqa ishlarning ko'p bo'lishiga ham qaramasdan, shu zimmalardagi o'zlarining ayollarga nisbatan bo'lgan vazifalarni to'la to'kis ado etishni hech qachon unutmaganlar. Hattoki shu munosabat bilan Rasululloh aytadilarki, mu'minlarni ichidagi iymoni eng komil kishi kim deb aytiladigan bo'lsa, xulqi chiroyli bo'lgan kishi mu'minlarning ichida iymoni eng go'zal, mukammal bo'lgani bo'lib hisoblanadi. Va sizlarning eng yaxshilaringiz o'zining ayollariga yaxshi xulq bilan munosabatda bo'lganlaringiz deb ta'kidlagan ekanlar. Demak, kimiki o'zining ahli ayoli bilan chiroyli muomalada, chiroyli munosabatda, hurmatda, e'tiborda, mehrda shu o'zining ayoliga qiladigan mana shunday muomalalarda yaxshi bo'lsa, demak uning xulqi nihoyatda go'zal bo'lib hisoblanar ekan. Shuning uchun ham biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zlarining ayollariga, umuman ayollarga nihoyatda go'zal munosabatda, xulqda bo'lgan ulug' zot sifatida qaraymiz.